Assalomu alaykum barchaga. Bugungi obyektimiz Namanganda, o'zimiz Uchqo'rg'on Qova yo'lida. Hamma katta bizneslar o'sha kichkina joylardan boshlanadi. Okamiz 2021-yil qilganlar bu xolajini. Pinaflex 2021-yil shu joyi xolajini uchun rejalashtirganlar. Agregatini bo'lsa o'tgan yili BO holatligini olganlar. O'sha ishlardan chiqqanni. Mana shu buyurtga xohlasa nasib qo'shilgan ekan, ustanov qilgan keldi. Montaj jarayonimiz ham xudo xolis tugay deb qoldi. Bu 7 tali, 7 ta ot kuchli. Bu joyga bemalol yetadi zapasi bilan. Endi boshlanishiga shu kichkina qilib ko'ray, agar xudo xolisa dehqonchiligim yaxshi bo'lsa, ishlarim yaxshi bo'lsa, inshaalloh kattalashiraman. Endi bu nima desa bo'ladi? Tajriba uchun yaxshi. Lekin qilyaptilar. Xudo xolisa kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar inshaalloh. Motorimiz ishlagandan keyin hozir yog' quyish jarayonida. Endi ishlab chiqqandan keyin bilmaymiz qancha ishlagan yo'q, qanchadir muddat ishlagan, o'sha filtrlar bilan almashtirib qo'yamiz. Shu akamdan xonadonlardamiz. Endi bilmaymiz qancha ishlagan, filtrasi shu yerda almashtiriladi, yog'larni yangi quyiladi. Bular ham bilmayman qancha ishlagan. Troblarimiz chiroyli qilib izolyatsiya qilib, xudo xolisa ishlatib ko'rsatiladi. Hammaga rahmat, sog' bo'lib turasizlar. Kechagina ishga tushirgan kompressorimizni bugun yurg'izdik. Sababi rabochida o'z-o'zidan bo'ladi. Musor qanaqadir kir yoki bo'lmasa vlaga tiqilib qoladi. Filtrasi shu yerda ko'proq almashadi. Hozir yana kelib almashtirdi, xudo xolisa mana bu yo'ldan oqishi ochilib ketdi. Haroratimiz ham 8 gradusga tushyapti, 20 ichiyamida. Xudo xolisa ishlashda yaxshi a'lo darajada. Shunaqa qilib o'zlariga kichkinagina qilib xolajeniya qoldirar ekanmiz. Xolajeniyimizga kirish. Shu kecha aytib o'tganimdek, hamma katta ishlar kichkina bizneschalardan boshlanadi inshaalloh. Boshlangan ishlarni Alloh xayrli qilsin. Pinaflexdan 2021-yil uzupleniya qilganlar, kompressor mana ba'vo'rimizni o'zim olib berdim. Arzimagan pul olgandilar, $950 olganlar. Bu minisavoyga mo'ljallangan bo'lgan kompressorimiz plusavoy, mana isfaritilimiz plusavoy, minisavoy bo'lgan. Xudo xolisa montajimizni ham tugatib oldik. Kimda shunaqa qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol bexijolat imkon qadar tezlatib javob berishga harakat qilinadi. Kompressordami, utubleniyadami, nimada bo'lsa ham. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.